Bu qanaqa shifrida aka? Bu katta zavod arabcha pechat. Mana marhamat sifatini ko'rasizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bitta joyi ham sinmadi, hurmatli do'stlar. Og'irligi 27 kilo, 28 kilo, 26 kilo, har xil kilosi chiqadi, hamma zavodniki har xil. Har xil bo'ladi. 5 yillik garantiyalari bor, yozib beramiz. Hurmatli do'stlar, bugun sizlarga shifrlarning narx-navolarni qaytadan obzor qilib bergani, yana o'sha Toshkent viloyati Parkent tumanida joylashgan eng katta taxta bozor kelganman. Shu ko'rib turgan shifrlarni hozir hammasini to'liq obzor qilib beraman. Videoni ko'rishdan oldin обязательно like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Necha xil turda shifr bor, narxlari qanaqa bo'ldi, sifatlarini hammasini tekshirtirib ko'rsatib beramiz. Rustam aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Rahmat. Rustam aka, hozir shifr narxlari qanaqa bo'ldi? Bu yo'g'i sezon boshlandi. Ko'pchilik obunachilarimiz qurilish qiladi uyda. O'shanga qaytadan narx-navolarni bizga yoritib bering aka. Bizda shifrlarimizning narxlari chotki, zavod bilan primoy ishlaymiz. Birinchi savolim, necha xil turda shifr sotyapsiz aka? Bizda quvasoy 3-4 xil variantlari bor. Chek bor, eko bor. Mana arabcha pechatligi bor, hozir hamma so'rayotgan. Shifrlarimizning sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Bitta shifrimiz kvadrati necha bo'lardi aka? 1.10 ga 1.70 bo'ladi. 1.10 ga og'irligi qanaqa bo'ladi? Og'irligi 27 kilo, 28 kilo, 26 kilo, har xil kilosi chiqadi, hamma zavodniki har xil. Har xil bo'ladi. Xo'p, bunda narxiga to'xtalamiz aka. Birinchi shu aytgan shifringiz hozirgi kunda necha pul sotilyapti? Bu aytayotgan arabcha pechatli shifrimiz hozirgi kunda 51 ming so'm. 51 ming so'm donaga. Keyingisi aka? Chek shifrlarimiz bor, endi kelyapti. Uni narxi 55 ming so'm, katta zavod. Mana bu eko shifrlarimiz mana 53 ming so'mdan. Ekolar bular? Buni 5 yillik garantiyalari bor, yozib beramiz. Sifati xudo xolisa umuman uyaltirmaydi. Sifatini mana xohlasanglar hozir tekshirib ko'ramiz. Qanday tekshirib berasiz aka sifatini? Kesroch. Hurmatli do'stlar, hozir shifr sifatini tekshirib beramiz. Layklarni bosib, podpishka qilasizlar. Bu qanaqa shifr edi aka? Bu katta zavod arabcha pechat. Mana marhamat sifatini ko'rasizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bitta joyi ham sinmadi, hurmatli do'stlar. E'tibor berasiz. Ustiga ham bitta chiqib ko'rsatib bering, Siroj aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Katta zavod aka bu. Katta zavod. Narxi necha pul edi xuddi shu shifrimizni? Buni 51 ming so'm qilib beramiz. 51 ming so'm qilib berasiz donaga. Donaga. Kattaroq furaga zakaz tushasiz aka. Undan ham arzonroq qilib berishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Hurmatli do'stlar, e'tibor berdinglar. Xudo xolasa uyaltirmadi shifrlarimiz. Oranglarda negativli bo'ladigan bo'lsa, aka bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Mijozlarni o'zlari ham kelib tekshirishi mumkin. Shunday holatda tashlab qo'yinglar. Albatta. Gap bo'lishi mumkin emas. Manzilimiz Toshkent viloyati Parkent tumanida joylashgan. Rustam aka nomerini pastga qoldiraman, aloqaga chiqsanglar, qanaqa shifr so'rasanglar ham hamyonbop, o'rtacha har xilini qilib beradi. Bir dona like bosib, shunaqa shifr qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar.